2014-yilda shunaqa voqea bo'ldiki, bizani maska shou qilib yopishdi. Juda ham katta maska shou bo'ldi. 1-oktyabr kuni dars boshlanardi bizada. 30-sentyabr kuni o'quv markazining oldida turnaqator navbatda pul to'lashga juda ham ko'plab talabalar aynan 30-sentyabr kuni kelishardi. Taxminan bir 20 ta odam faqat pul sanash bilan band bo'lardi. Ertalabdan kechgacha pul sanardi. Va bizani maska shou qilishganda o'sha paytda o'sha oper o'quv markazida shuncha pul bor bo'ladimi degan 1 milliard 400 million pul bu bir kunlik vyruchka bo'lgan. 300 ming dollarga yaqin dollarda ham anaqa qilishganda bizani yopishgan, prokuraturaga olib borishdi. Soliqdan qochish bilan ayblashmoqchi edi. Lekin o'sha paytda litsenziyamiz bor edi o'quv markaziga. O'quv markazlari esa soliqdan ozod qilingan. Siz litsenziyangiz bo'lib turib, soliqdan ozod bo'lsangiz, soliqdan qochish aybi bilan jinoyat qilib bo'lmaydi-da. O'sha paytda litsenziyam bo'lmaganda va litsenziyasiz faoliyat yuritganimda bu soliqdan qochish bo'lar edi va men qamalar edim.